Andijondamisiz? Andijonda o'zidan. Gap yo'q, gapki ustalik bo'yicha, ana suxandonlik bo'yicha, gapi joyida gapirish bo'yicha andijonliklar menga ustoz bo'ladi. Avvalambor Inamarka hayda obunachilarga alangali salom, musofir yurganlarga alohida salom. Inshaalloh. Andijonliklarga spes salom. ML 350 nechinchi yil qancha yurgan? 2007-yil 226 ming yurgan. Adashmasam mana shu eshiklarda kraska ko'ryapman. Tak, puli bor, eksklyuziv narx deyaptilar. Demak, 15500 ga berib yurar ekanlar. Tabriklayman. Nech pulga berib yuborasiz? Undan ham arzon qilamiz. Buni mana balonni hali 1000 kilometr yurmadi, yangi qo'ydik. Kurgovoy tonirovkaga 12 kun bo'ldi. Ruxsatini olib qo'ydik. 1 yil ruxsatnomasi bor. Bemalol ustiga ko'rsatib, yoqsa notariusda pul sanab beradi. Haydab, shularda kraska bor ekan, yon tomonlarida ham. Olapar. Bu yerda bor-u, unaqa avariya bo'lib DTP bo'lmagan. Mana haydashga olinadi, narxi zo'r bo'lsa. Shunaqangi narx aytingki, andijonliklar ko'rayotganlar andijonligidan faxrlanib ketsin. Jigarim, sizni kanalingizdan telefon qilsa 13 mingga berib yuboraman. Jigarim 12900 ga mana. Kraskalarni tekshirib olasiz. Men ko'rdim, ana eshik oldi tomon eshiklarda bor. Qanday motorda ishi yo'qmi? Xudo xolasa rasxodda ras yo'q. Rasxodda harfi yo'q dedilar. O'rgan oldim, yengil gap o'rgan oldim. Skidkani S bo'ldi lekin. Pulni P-sidan ham o'tib beramiz. Andijonda bir osh qilib, uylanmagan qo'chqarda go'shida oshlarni qo'l deymiz, uka, bir mehmonimiz bo'ling. Agar hali ham подписка tashamay ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta подписка tashab, обязательно bitta поддержка uchun like bosib qo'ying.